Assalomu alaykum Yevropa gaz obunachilari. Abitdan keyin bo'lsa ham ishimiz davom etmoqchi. Bugungi kunimiz ishimiz yonyapti. Ko'rib turganingizdek, haftaning bosh kuni bo'lsa ham birinchi navbatda Cobalt mashinamiz Salafandan keyin yangi Emson Cobalt mashinamizga metan qo'yilyapti. Ko'pchilik obunachilarimiz to'g'risi jonga tegdi, bizga yozaverib Emsonga qo'ysa bo'ladimi? Albatta bo'ladi mana. Faqat original zapchastlar bilan qo'ysangiz X original reduktorimiz, farsumkamiz Royal farsumkasi Italiyaniki, Valtek, miyamiz esa Polshada ishlab chiqargan Yevropa gazga tegishli Basika 24 ga to'g'ri qo'yilyapti. Ustanovka jarayonida. Mana original zapchastlar bilan sifatli narsalar bilan qo'yilyapti. Kulchatili ham o'zi yumaloq kulchatilar bilan qo'yib beramiz. Sifatli qilib, ustanovka qilib. Bu tarafda esa Econox mashinamizga 4+ jihozlari bilan 54 talik ko'rishingiz mumkin, 54 talik shumka xizmatlari bilan chiroyli sifatli qo'yib beryapmiz. Oldi qismiga keladigan bo'lsak, 4-pokoleniya 4+ original zapchastlar bilan miyamiz injektor 48 ga 4. Eng mashhur blogimiz Yevropa gazga tegishli eng fulli reduktorimiz italyanskiy AT09 Nordic XB reduktorlarimizdan qo'yib beryapmiz. Farsumkamiz Italiyan firmasi Nordic Dakota bilan farsumkalarni qo'yib beradi. Italiyaniki ham original hid chiqmasdan maxsus fragment ishlangan va original xomutlar bilan ustanovka qilinyapti. Bu tarafda Damas mashinamiz ko'rib turgan Damas mashinasi ustanovka qilinyapti. Endi boshladi. Mana 301 ko'rsatib turadigan kulchatillar variantlar bilan qo'yib beryapmiz Damas mashinamizga. Bu tarafda Cobalt mashinamiz. Cobalt mashinamiz 90 talik metan. Original zapchastlar metan ustanovka qilinyapti. Hamma zapchastimiz full. Reduktorimiz X original. Valtek Italiyan farsumkasi. Miyamiz Stakilmaydi, Polshada ishlab chiqargan Gofat 200 yalardan qo'yilyapti. Akkuratni sifatli qilib so'rovga jarayonida davom etmoqda. Yevropa gazda ish avjida har doimdek Labo mashinamiz 65 talik metan ustanovka beadali kulchatilarni qo'yyapti. Ustanovka jarayonida bo'lyapti. Bu tarafda Damas mashinamiz ham xuddi shunday. Bu Damas mashinamizga 4-pokoleniya kulchatilni endi qo'yiladi. Bu tarafda boyagi Emson Cobalt mashinamiz. Xudo xolasa kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Yevropa gazga aloqa chiqishingiz mumkin. Sifatli metan ustanovka, sifatli mashinalar klientlar ko'p bo'ladi degandan ko'rib turibsiz, mana ishimiz avjida. Yevropa gaz har doim bir qadam oldinda. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqa chiqishingiz mumkin. Bizning manzilimiz shu Toshkentga kelganingizda shu yerda Razorot bor. Shu Razorotga qayrilganingizda kanal bo'yida. Bitta katta qilib Yevropa gaz deb yozib qo'yganmiz. Qashqadaryo, Jizzaxdan keyin Sardoba, eski Sardoba betonga yo'ldan shunday kelganingizda o'ng tarafda mana Yevropa gaz o'zi bitta turibdi. Kelaverasizlar, sizlarga sifatli xizmatlar bilan chiroyli qilib qo'yib beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bemalol bizga aloqa chiqing. Har qanday turgan mashinaga, xolasa metan, xolasa profan qo'yib beramiz. Albatta, bizda birinchi sifat muhim, birinchi o'rinda.